Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda O'zbekiston kutilmaganda iste'dodli lobar qizidan ayrildi. Bolaligimda hojatxona tozalardim, ammo o'sha kunlar ham bugungi kunimdan yaxshiroq edi. Prezident qizi Saida Mirziyoyeva oilasi uchun qaysi yil og'ir kelganligini aytdi. Tezkor xabar: Prezident Gurbanguli Berdimuhamedov og'ir judolikka uchradi. Xonanda Nasiba Abdullayeva Malibu'ga yutib oldi. Prezident farmoni 17 turdagi ma'lumotnomani so'rash bekor qilinmoqda. Endi esa batafsil. O'zbekiston kutilmaganda iste'dodli lobar qizidan ayrildi. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining 3-bosqich talabasi, iste'dodli shoira va xalqaro toifadagi sport hakami Xonzodabegim Jamolova 16 aprel kuni 22 yoshida vafot etdi. Xonzodabegim Jamolovaning yaqinlari bergan ma'lumotlarga ko'ra, uning vafotida 15 aprel kuni tunda qon bosimining keskin pasayib ketishi, qon bosimini ko'tarish uchun qilingan muolajalar oqibatida esa yurak to'xtashi sabab bo'lgan. Xonzodabegim Jamolova 1999-yil 27-martda Bekobod tumanida tug'ilgan. U sportdagi qisqa faoliyati davomida bir qator yutuqlarga erishgan. Karate bo'yicha 2-dan qora belbog' sohibasi, jet kundo bo'yicha xalqaro turnirlar g'olibidir. Xalqaro toifasidagi hakam hamda xalqaro sport loyihalari tarjimoni. Xonzodabegim Jamolova sportdan tashqari ijod bilan ham faol shug'ullangan. Jumladan uning Baxt tongi nomli she'riy to'plami bundan bir oy avval O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi ko'magida chop etilgan. Xonzodabegim Jamolova O'zbekiston xotin-qizlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Lider qizlar festivalini tashkil qilgan. Rus, ingliz, arab, turk, koreys tillarida so'zlasha olgan. Marhuma talabamiz yurtimizda sportning rivojlanishi, jahon yoshlarini o'zaro hamjihat bo'lib faoliyat olib borishi tarafdori edi. Shu sababli uning tashabbusi bilan 2019-yilda O'zbekistonda ilk bor xalqaro sport sammiti o'tkazildi. U bugungi kunga qadar mamlakatimizning ko'plab qizlarining yo'lboshchisi sifatida ularni qo'llab-quvvatlab, jamiyatimizda o'z o'rniga ega bo'lishlari uchun mehnat qilib keldi, deya ta'kidlangan Jismoniy tarbiya va sport universiteti xabarida. Xabarlar.uz jamoasi marhumaning yaqinlariga hamdardlik izhor qiladi. Bolaligimda hojatxona tozalardim, ammo o'sha kunlar ham bugungi kunimdan yaxshiroq edi. Toshkentga kelib mardikorlik bilan kun ko'rayotgan ayol qismati. Bolaligim og'ir o'tdi. Maktabga borsam ham odamlar bergan sumkani taqib borardim. 7 yoki 8 yoshlarda edim. Ham maktabga borardim, ham hojatxona tozalardim. Har kuni ishim uchun 200 so'm berishardi. Shu pulga 4 dona non olib uyga chopardim. Hojatxona tozalaganim uchun konfet, kolbasa, pecheni berishar. Men bularni ko'zimga surtib yerdim. Qani endi hozir shu kunlar qaytib kelsa jon derdim, chunki hozirgi hayotimdan yaxshiroq edi u damlar. Ota-onam bolaligimda ajrashib ketgan. Onam qiyinchilik bilan bizni katta qildi. Oshxonalarda idish-u bolalarni boqdi. Biz birovlarning eskilarini kiyib katta bo'ldik. 2009-yili maktabni tugatdim. Opam 7 oylik chaqalog'ini onamga tashlab, men, opam, pochcham Rossiyaga bordik va bizni sotib yuborishdi. 3 yil Moskvada fermada ishladik. U yerda ham bizni juda xo'rlashdi. Fermada bir mol boquvchi turmushga chiqishni taklif etdi. Rozi bo'lmaganim uchun haqoratlandim. Shundan so'ng pasportimni olib qochdim. Surxondaryoga keldim, turmushga chiqdim, farzandli bo'ldim. Ishonasizmi, hech qayerga sig'madim. Ota-onam 2 xonali loytonda turadi. U yerda yashashga, ishlashga sharoit yo'q. Shuning uchun bundan 5 yil oldin Toshkentga kelib mardikorlik qilishni boshladim. Mirziyoyeva 2013-yil oilamiz uchun og'ir keldi. Kutilmaganda yaqin bir insonimiz olamdan o'tib qoldi. Bu musibat meni hayotga boshqacha qarashga majbur qildi. Aslida Alloh panohidan boshqa himoyamiz yo'qligini va o'ziga mustahkam iymongina bizni qutqara olishini tushundim. O'sha kunlari qalbimda bir chaqiriqni his qildim. Buni so'z bilan tushuntirish qiyin. Oldinlari bunday kuchli tuyg'uni sezmagan ekanman. Ka'bani tavof qilish, haj ibodatini ado etish istagi butun borlig'imni qamrab oldi. Balki kimdir siz uchun bu muammo emas-ku deyishi mumkin hozir, ammo unda vaziyat boshqacha edi.
Tashkiliy muammolar yetarlicha, yana o'sha yili bedavo kasallik Ebola virusi tarqalgani ham ortiqcha bo'ldi. Lekin mening ko'zimga u paytda hech qanday to'siqlar ko'rinmadi. Biz kvota bo'yicha navbat kutib o'zbekistonlik ziyoratchilar guruhida joy qidirdik. 1 yil deganda yo'limiz ochildi va Saudiya Arabistoniga yo'l oldik. Haj ziyorati qoidasiga ko'ra samolyotimiz Madina shahriga qo'ndi. Havo 45 daraja issiq. Boshqa ziyoratchilar bilan birga 6-8 kishilik xonalarga joylashdik. Ibodatni qattiq ushlaydigan bu joni boshchiligida ammajonim, xolam, singlim va men jami 5 ayolmiz. Samolyotdan tushiboq bu jonim hammamizni masjidga olib bordilar. Qorin och, tunu kun tayinli ovqat yemaganmiz. Ehson qilib xurmo bilan qora non tarqatib yurgan odamga duch kelganimizda singlim ikkimizning xursand bo'lib ketganimizni ko'rganingizda edi. Umrimda bunaqa mazali non yemaganman. O'sha kundan xurmoga ham mehrim tushib qoldi. Doim o'zim bilan bir juft xurmo olib yuradigan bo'ldim. Ertasiga avtobusda Makkaga qarab yo'l oldik. Yo'l bo'yi talbiya aytib ketdik. Shu narsa xotiramda muhrlanib qoldi. Makkada yo'limiz ancha mashaqqatlar bilan kechdi. Safar boshidanoq kimsasiz joyda avtobus buzilib qoldi. Haydovchi arabchada allanimalarni tushuntirdi-yu bizni yaqin oradagi bekatga tushirib ketdi. Cho'lning qoq o'rtasi, telefonda aloqaga chiqib bo'lmaydi. Nima qilishni bilmay bekatda o'tiribmiz, changga botib. Orqamizdan so'rab keladigan odam yo'q. 1 soatdan keyin qandaydir avtobus ko'rindi. Oynalari siniq, ichi to'la arab erkaklari, ular ham Makkaga ketishayotgan ekan. Bir amallab avtobusga chiqib joylashib oldik. Lekin bu bilan sarguzashtimiz tugagani yo'q. 2 soatlik yo'ldan keyin bu haydovchi ham bizni qandaydir blokpostda tashlab ketdi. 4 marta mashina almashtirib 3 soatlik yo'lni 8 soatda bosib o'tdik. Nihoyat manzilimizga yetdik. Orzuyimizdagi maskan Masjidul Haramga, muqaddas Ka'baga yetib keldik. Barcha mashaqqatlar ayni paytda yoqimli ham edi. Men atrofdagilar bilan birligimni his etib turardim. Allohga yaqin bo'lish yo'lidagi bu qiyinchiliklar men uchun quvonchga aylanib ketdi. Biz hajga borgan 2014-yili Arafa kuni jumaga to'g'ri keldi. Buni Hajjul Akbar deyishar ekan. Bu biz uchun haqiqiy omad, baxtimiz bo'ldi. Aytishlaricha Makkaga o'sha yildagichalik ko'p odam kelmagan emish. Ka'bani aylanar ekanmiz, odamlar oqimi bizni shunchalik o'zi bilan tez tortib ketardiki, necha marta aylanganimizni sanashga zo'rg'a ulgurardik. Men ko'p davlatlarda bo'lganman, lekin bunday muhitni, bunchalik dunyodan uzilish hissini boshqa hech qayerda his qilmaganman. Bu hisni tuyish barchaga nasib etsin. U muqaddas zaminga har bir dindoshimizning oyog'i yetsin. Yana bir bor Ramazon ro'zasini go'zal tarzda o'tkazishni tilayman. Ibodatlaringiz qabul bo'lsin azizlar. Gurbanguli Berdimuhamedov og'ir judolikka uchradi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning otasi Malikguli Berdimuhamedov 89 yoshida vafot etdi. Bu haqda Respublika Davlat axborot agentligi ma'lumotiga tayanib Interfax xabar bermoqda. Malikguli Berdimuhamedov Ichki ishlar vazirligida ishlagan yillar davomida Toshhovuz, Maryam, Ashxobod shaharlarida turli lavozimlarda faoliyat yuritgan. U guruh komandiri, otryad boshlig'i, navbatchi qism kadrlari bo'limini boshqargan. U ko'p yillar o'qituvchilik qildi. Milliy ta'lim instituti, Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti va Ashxobod ma'rifat bo'limida ishlagan. Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti va Ashxobod ma'rif bo'limida ishlagan. 1982-yilda podpolkovnik unvoni bilan nafaqaga chiqqan. 2012-yil fevralida Turkmaniston majlisining qarori bilan 1001-sonli poytaxt harbiy qismiga Malikguli Berdimuhamedov nomi berilgan. Prezident farmoni bilan 17 turdagi ma'lumotnomani so'rash bekor qilinmoqda. 2021-yil 23-martda aholi va tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlaridan foydalanishda yanada qulay sharoitlar yaratish, bu borada byurokratik to'siqlarni qisqartirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Mazkur farmon bilan 2021-yil 1-iyundan boshlab davlat organlari, xo'jalik birlashmalari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, davlat tashkilotlari va muassasalari tomonidan aholi, shu jumladan tadbirkorlik subyektlaridan yana 17 turdagi ma'lumotnoma so'rash bekor qilinmoqda.
Bular ruhiy kasalliklar bo'yicha dispanser hisobida turish yoki turmaslik haqidagi, narkologiya bo'yicha dispanser hisobida turish yoki turmaslik haqidagi, sudlanganlik holati bo'yicha, manzil ma'lumot axboroti, fuqaroning nomida shaxsiy uy-joy mavjud yoki mavjud emasligi, turar joyning maydoni, soliq qarzi mavjud yoki mavjud emasligi, soliq to'lovchi jismoniy shaxslarning davlat soliq xizmati organlarida hisobga qo'yilganligi, pensiya va nafaqa miqdori, pensiya va nafaqa oluvchilar ro'yxatida mavjud yoki mavjud emasligi, nikoh qayd etilganligi, nikohda turmasligi yoki nikohdan ajralganligi, shaxsni tasdiqlovchi hujjatning nusxasi, shaxsning belgilangan shakldagi fotosurati, tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalarining ma'lumotnomalari, mehnat daftarchalari va ularning nusxalari, ish haqi va ish stajini oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida o'qiganlikni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlari, kadastr hujjatlari va ularning nusxalarini talab qilish bekor qilinadi. Xonanda Nasiba Abdullayeva Malibu 2 yutib oldi. O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva yutuqli aksiyalardan birida qimmatbaho sovg'a sohibiga aylandi. Ma'lum bo'lishicha, Orient Finance Bank va Visa hamkorligida tashkillashtirilgan yutuqli aksiya g'olibi bank mijozi Nasiba Abdullayevaga super yutuq Malibu 2 avtomobili topshirilgan.